3 xonali uyimiz. Kvartiramizning remonti sredniydan pastroq bez remont desak ham bo'ladi. Yo'l yuzdan 2-domda joylashgan. Yunusobod 19-kvartal, 3 xona, 3-etaj, 5 etajli dom. Orientirimiz esa Farruh Fayz to'yxonasi. Xonlarimiz alohida ulучшенный planirovka, umumiy maydonimiz esa 78 kvadrat metr. Narxi ham juda ham yaxshi. Xo'p, kirishimizdan prixoshkamiz keng. O'ng qo'limizda birinchi zal xonamiz boshlanadi. Bu xonamizning razmeri 3.15 ga 5.20 standartli razmer. Balkonimizni qo'shib olishmagan, balkonimiz alohida turibdi. Bu esa mana bitta detskiy xonamiz. Yonda esa spalnimiz joylashgan. Planirovka umuman o'zgartirilmagan. Planirovkamiz umuman o'zgarmagan, eski holatda turibdi. Bu mana kladovkamiz joylashgan. Sanuzellarimiz razdeniy, bu yerda hojatxonamiz. Bu yerda esa mana hammomimiz. Oshxonamizning egalari detskiy xona qurishgan ekan. Mana bu xonamiz ham detskiy xona qilingan, 3 xona, 4 xona qilingan. Bu yerda esa balkonimiz. Balkonimizning razmeri 2 ga 6 metr. Hamma joyda akforomlarimiz bor. Vstronniy kuxniga turlarimiz ham qilingan. Lokatsiyamiz juda ham yaxshi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini uy egalari 73.500 deb aytishyapti. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.